Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana sharflarimizni obraz qilib bering deyishibdi. Mana shunaqa holatda upakovka qilingan. Mana shunaqa har xil ranglarda. Xo'p. Bo'yi 1.60 olingan, eni 65 olingan. Keyin bu narsani bizda ko'pchilik nimaga arzon, bir tikilmaganmi? Mana qarang. Bular rastashvolka qilingan bir tarafi. Pastki tarafi bo'lsa, mana bunaqa mayda zigzagimizda averlo qilingan. Keyin bu nimamizni, sharapimizni mana bunaqa toshlari ham bor burchagida. Materiallari hibi, nimasi behijolat. Har xil ranglarimiz bor. Bardoviy, qora, seri. Nimasi behijolat. Ma ko'pchilik bu narsani tikmaydi. Bu narsani arraqaychada nima kesib qolishadi bu sharaplarni. Biz birga bir gatoviysi bilan bir xil qilib hamma yoqlar tikilgan nima bo'lgan. Rastashvolka qilingan, yoni averlo qilingan nimalarimiz behijolat.